آش مشهور با جهان آش پلو شربتی کام و دهان آش پلو روغن و گوشت بریچم زیره برخم از برتن جان آش پلو آش پلو آش پلو آش پلو آش پلو. Ma'lumki, o'zbek pazandachiligi dunyo nigohida san'at asari darajasiga ko'tarilgan. Surxondaryocha aytganda, taomlar orasida osh ularning go'yo gulsojisidir. Denovdagina emas, bugun butun mamlakatimizda Inomjon oshpozni eshitmagan va bilmagan odam yo'q hisobi. Inomjon Mamajonov tayyorlagan palovda nafaqat sabzi, piyoz va go'sht, balki guruch ham o'ynab ketadi misol. Shuning uchun ham ulfatlar orasida kecha gashtagimizda Inomjon oshni o'zi ham o'ynatib yubordi-ya degan qochirimlar yuradi. Sizga aytmoqchi bo'lganimiz, Inomjon kuni kecha Denov tumanidagi Vodiy mahallasi hududida milliy taomlar oshxonasini qurib ishga tushirdi. Endi haftaning hamma kunida ertalab soat 8 dan boshlab oshxo'rlik qilmoqchi bo'lganlar Vodiy mahallasiga tashrif buyuraveradilar. 5, 10, 15 hatto 20 kishilik xonalarda mazza qilib do'stlar bilan diydorlashing. Kamida 15 ta qozonda osh damlash imkoniyati mavjud. Oldindan buyurtma bermoqchi bo'lganlarga 90 lik kod bilan 249 49 61 telefon raqamini eslatib o'tamiz. Xullas, Inomjon oshpaz tayyorlagan palovni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz.